Assalomu alaykum do'stlar. Siz Kinotime'dasiz va bu Dimetraning so'nggi sayohati filmi. Suzish paytida kema ekipaji olib ketayotgan yuklari ularning o'limiga sabab bo'lishidan xabar topishdi. Film voqealari 1897-yilning 6-avgust sanasida boshlanadi. Tun yarmida Angliya qirg'oqlariga Dimetra nomli rus kemasi suzib keladi. U 50 ta quti yukni olib kelgandi. Birinchi tekshiruvdan so'ng yosh ofitser boshqaruvchilarga bortda hech kim yo'qligini ma'lum qiladi. Ekipajning sirli ravishda g'oyib bo'lishiga javob bera olishi mumkin bo'lgan yagona manba bu kapitanning kundaligi edi. Voqealar 4 hafta oldinga ko'chadi. Bolgariyadagi Varna portiga karvondan o'sha sirli qutilarni tashishmoqda. Kapitan Elliot bosh yordamchisiga ekipajga yetarlicha odam yig'ishni buyuradi. Nomzodlar orasida uyi bo'lmish Angliyaga qaytishni ko'zlagan doktor Clemens ham bor edi. Biroq yordamchi qo'lidan boshqa bir foydaliroq ish keladigan baquvvatroq odamni afzal ko'radi. Bu vaqtda qutilarni topshirgan dehqonlar quyosh botguncha shahardan quyon qilishga shoshib qolishadi. Matroslar yuklarni kemaga ortishni boshlashadi, biroq ulardan biri qutilardan biriga ajdar shaklidagi belgi tushirilganligini payqab qoladi. U tasodifan arqonni qo'yib yuboradi va quti sal qolsa Tobining, ya'ni kapitanning kichik nevarasining ustiga tushardi. Biroq shu yaqin orada turgan Clemens uni qutqarib qoladi. Belgini ko'rgan matros ajdar bilan ishlashga rozilik bermaganligini aytib kemadan ketadi. Yordamchi uning o'rniga Clemensni olishga rozi bo'ladi. Yuklarni ortishgach, Dimetra ochiq okean tomon yo'lga chiqadi. Shahardan chiqqan dehqonlar kema olisga ketganligini ko'rishgach, ular uchun ibodat qilishadi. Tobi Clemensga kemadagi vaziyatni tushuntiradi. U ekipaj kemaning taxta korpusini taqillatgan holda muloqot qilishlarini tushuntiradi. Tryum ichidagi hayvonlarga esa ularni yo'l bo'yi yeb qo'ymasliklari uchun Tobi qarab turardi. Shifokor kema ko'ppagi va oshpaz Jozeflar bilan tanishadi. Tunda ekipaj sayohatdan zavq olayotgan vaqtda kapitan Starponga bu sayohatdan so'ng pensiyaga chiqishini va Dimetraning boshqaruvini yordamchisiga topshirishini ma'lum qiladi. Kechki ovqat vaqtida matroslar Londonda nima qilishlari to'g'risidagi rejalarni muhokama qilishadi. Kutilmaganda ko'ppakning akillashi eshitiladi. Tobi va Clemenslar hayvonlarni tekshirgani tushishadi va kutilmaganda bortga yashirincha tushib qolgan qandaydir qizni topishadi. Qiz qandaydir infeksiyadan zararlanganga o'xshardi. Ekipajning bundan noroziligiga qaramasdan Clemens unga birinchi yordamni ko'rsatadi. Bundan so'ng qon quyish ishlarini boshlaydi. Bu aniqlanmagan virusni qizning organizmidan chiqarish uchun kerak edi. Kemada ayol bo'lishi yaxshilikka olib kelmasligini eslagan Starpon uni suvga tashlab yuborishni taklif qiladi, biroq kapitan o'zining so'nggi suzishi bunday tugashini istamasdi. Clemens qizni ko'zi qonga to'lgan ekipajdan himoya qilishga majbur bo'ladi. Shturvalga chiqishi kerak bo'lgan shifokor Tobidan uning o'rnini egallashini so'raydi. Clemensga o'rnini bergan matros durbin olib dengizni kuzatarkan ortiga qayrilgach basharasi burishaygan qandaydir tvarchaga duch keladi. Biroq shu onda u ko'zdan g'oyib bo'ladi. Matros uning nimaligini bilish uchun paluba bo'ylab yuradi va polda qon dog'larini ko'radi. Biroz chalg'igan Clemens sherigini ko'zdan qochiradi va shturvalni qotirib uni izlashga otlanadi. Ular birgalikda hayvonlar o'lib yotgan Tryumga tushishadi. Ularning har birining tanasida dahshatli tishlanish izlari bor edi. Bu holatni kapitanga xabar qilishadi. Norozi matroslar kema bortida shubhali ayol paydo bo'lmagungacha bunday hodisa sodir bo'lmaganligini ta'kidlashadi. Vaziyat tig'izlashib, pichoqlashishgacha boradi. O'lik hayvonlarni nima qilishni muhokama qilishayotganda doktor quturish faqat tishlash orqali yuqishini ma'lum qiladi. Biroq tavakkal qilishni istamagan ekipaj buzilgan go'shtlarni suvga tashlab yuboradi. Yelkanlarni shtormga tayyorlayotgan Clemens sherigi bilan suhbat qiladi. Matros kecha-kechqurun qandaydir g'ayrioddiy narsani ko'rganligini tan oladi. Sal o'tib doktor qizga qon quyishni davom etadi. U nimalarnidir alaqlashni boshlaydi va shu orada uning ismi Anna ekanligini bilib olishadi. Tunda Clemens Tryumda Jozefni uchratib qoladi. Oshpaz kemadagi barcha kalamushlar g'oyib bo'lganligini sezgandi. Bu esa juda g'alati edi. Ular nimadandir qo'rqib qochib ketgan bo'lishlari mumkin. Bu vaqtda palubadagi matros Tryum reshotkasi singanligini ko'radi. Xuddiki u yerdan kimdir yorib chiqqanga o'xshardi. U qorong'ulikda qandaydir mavjudot yotganligini ko'radi va u tezda unga tashlanib tirnoqlari bilan uni bo'g'izlaydi. Qon yo'qotayotgan matros maxluq poldagi qonni yalagan holda uning oldiga kelayotganligini ko'radi. Bundan so'ng unga yetib olib bo'g'zidan chiqayotgan qonni so'rishni boshlaydi. Sal o'tib Clemens ham reshotkadagi teshik bilan birga tushib qolgan xanjar va qon dog'larini ko'rib qoladi va bu haqida kapitanga xabar qiladi. Tong otgach komanda matros navbatchiligi vaqtida ichib mast bo'lib kemadan tushib ketganligini taxmin qiladi. Biroq bu qon
qon dog'lari qayerdan kelganligiga javob bermasdi va yordamchi doktordan shubha qiladi. Clemens hayvonlarning qoni ichilganligini tushuntirayotganda o'ziga kelgan Anna uning gapini bo'ladi. U zudlik bilan kemani tark etish kerakligini aytib qichqiradi. Biroq katta yordamchi ekipajning qo'rqib qolganligiga qaramasdan bundan bosh tortadi. Tunda navbatdagi qon quyish vaqtida Anna Clemensga kemaga Drakula ismli maxluq kirib olganligini aytadi. Bu inson qiyofasiga kira oladigan afsonaviy maxluq edi. Uning qishlog'i yaqinidagi qal'ada yashovchi bu maxluq oqsoqollar unga qurbonlikka keltirgan qishloq aholisi odamlari bilan oziqlanardi. Drakula qutilardan birida Angliyaga kelishga qaror qilganda qizni tirik ozuqa sifatida u bilan birga jo'natishgan edi. Qiz qochib ketgach, u ham ovga chiqishga majbur bo'lgan. Tunda matroslarni nafaqat yomon ob-havo, balkim noma'lum maxluq haqidagi yangilik qattiq qo'rqitadi. Ulardan biri Algren Annani suvga tashlab yuborish kerak bo'lganligini aytadi, biroq qizi haqida eslagach, bunday qila olmagan bo'lishini aytadi. Birozdan so'ng uning sherigi chiroqlarni yoqishga jo'naydi va ortiga qaytgach, Algrenni topolmaydi. Bir qancha vaqtdan keyin Algren taqillatishga javob beradi, biroq sherigi uni chaqirmagandi. Xanjar olgan matroslar taqillatgan odamni izlashadi va to'satdan maxluqning hujumiga duch kelishadi. U matroslardan birining boshini tanasidan judo etadi. Algren yelkanga tirmashishni boshlaydi, biroq maxluq uning ortidan chiqadi. Shturval bo'shab ketgach, kema chayqalishni boshlaydi. Ekipaj palubaga chiqib oladi va Clemens Tobining ko'ylagiga qon tomayotganligini ko'radi. Bu yelkandagi arqonga o'ralib qolgan Algrenning qoni edi. Uni kayutaga kirgizishadi va doktor uni nimadir tishlab olganligini aytadi. Kapitan juft bo'lib kemani tintuv qilishni buyuradi. Matroslar qo'llarida qurol bilan kemani tintishni boshlashadi, biroq hech nima topisha olmaydi. Kapitan nevarasiga kayutadan chiqmasdan durbinni tozalashni buyuradi. Bu vaqtda quyosh botishni boshlaydi, bu esa ekipajda qo'rquv uyg'otadi. Hatto oyoq-qo'llari bog'lab qo'yilgan Algarn ham tipirchilab qoladi. Shovqinni eshitgan Tobi kapitan kayutasidan chiqadi va yo'l bo'yi o'zini g'alati tutayotgan Algarnga duch keladi. Uning ko'zlari oq rangga kirgan edi. Matros bolakayni o'zi bilan olib ketadi, biroq qochishni uddalagan bolakay kayutada yashirinib oladi. Algarn boshi bilan eshikni urishni boshlaydi. U eshik teshigidan endi uni ochay deganda shovqinni eshitgan ekipaj yordamga keladi. Uni bir amallab qo'lga olib bog'lab qo'yishadi. Kayutadagi Tobi undan eshikni ochishni so'rayotganliklarini eshitadi, biroq yaqin orada berkini olgan sirli mavjudot bunga imkon bermaydi. Ekipaj qulflangan eshik teshigidan qarab turgan vaqtda sekingina bolaning oldiga kelgan Drakula uni tishlab oladi. Faqatgina qurol bilan paydo bo'lgan Anna eshikni o'q uzib ham ochish mumkinligini ko'rsatib qo'yadi. Biroq bolakay allaqachon hushidan ketgandi. Tobi tongga yaqin o'zini yomon his qila boshlaydi. Qo'lga olingan Algarnni so'roq qilish uchun machtaga bog'lashadi. Biroq alahlayotgan matros hamma narsani, hatto tomirlarda oqayotgan qon ovozini ham eshitayotganligini aytadi. Algarn quyosh ko'tarilgach kuyishini aytadi. Unga tekkan birinchi nurdan matros kuyib kul bo'lishni boshlaydi. Buni ko'rgan qolganlar dahshatdan qotib qolishadi. Algarn yonib ketgach, ekipaj orasida shubha paydo bo'ladi. Jozef gunohlari sabab la'natga uchraganliklarini taxmin qiladi. Clemens esa Algarnni zaharlagan virus Tobini ham zararlashi mumkinligini aytadi. Yordamchi esa Anna bilan qilingani kabi unga ham qon quyishni taklif qiladi. Buning uchun bobosini jalb qilishadi. Biroq doktor yaraning kattaligi sabab bu bolaga yordam berishiga shubha qiladi. Clemens maxluqni topish uchun tryumdagi qutilarni ochmoqchi bo'ladi. Anna esa dehqon qizlarga xos bo'lmagan qurol ishlata olish bilimi bilan unga yordam beradi. Tryumdagi qutilarni ochishgach, yuk shunchaki oddiy tuproq bo'lganligini aniqlashadi, biroq faqat bitta quti ochish uchun qulay bo'lgan qulf bilan jihozlangan edi. Uning ichida esa tuproq, chuvalchanglar va bo'ri boshli 3 ta hassa tutqichga o'xshash jism bor edi. Bu vaqtda oshpaz Jozef la'natlangan kemadan surish uchun qayiqlardan birini suvga tushirib suzib ketadi. U ancha uzoqqa ketadi, biroq to'satdan qayiq burniga ucha oladigan qandaydir maxluq kelib qo'nganligini ko'radi. Uning o'lim oldidan qichqirig'ini kemadagilar eshitadi. Bundan so'ng bo'm-bo'sh qayiq kema bortiga uriladi. Salotib kapitan yordamchisi Tobi infeksiyadan o'lganligini ko'radi. Tong otgach bolakayni dengiz qoidalariga ko'ra dafn qilishadi. Marosim vaqtida kapitan nevarasi qimirlaganligini ko'rganligini aytadi. U yuragini hovuchlab matoni ochadi va ko'zlari oqargan bolakay tirilib bobosiga tashlanib qoladi. Quyosh nurlari uni ham Algarn kabi kuydiradi. Yaralangan kapitan kayutasida yotgan vaqtda yordamchi boshqaruvni o'z qo'liga oladi. Tirik qolganlar Drakulani qopqonga tushirishni reja qilishadi. Biroq Anna qadimiy tvar bilan o'ynashning oxiri yaxshi bo'lmasligini aytib ularni ogohlantiradi. Maxluqning maqsadi Londonga yetib olish ekanligini tushungan ekipaj, u Angliya qirg'oqlariga chiqib olmasdan oldin kemani cho'ktirib yuborishni taklif
qiladi. Yordamchi bunga rozi bo'lmaydi, biroq kema taxtalari emas, aksincha, birinchi o'rinda ekipaj ekanligini aytib uni fikridan qaytarishadi. Kunduzi Drakulaga qopqon qo'yishadi. Clemens aqldan ozishni boshlagan kapitanning oldiga keladi. Elliot kemani qoldirishga qarshi bo'ladi, biroq maxluq agar uni Angliyaga olib borishsa, uning nevarasini qaytib berishga so'z berganimish. U qirol bilan tahdid qilayotganligiga qaramasdan Clemens va Annalari maxluq qutqaruvchi emas, aksincha, qotil ekanligini aytib unga qarshi chiqishadi. Fikridan qaytgan kapitan cho'kayotgan kemada qolishga qaror qiladi. Tun tushgach matroslar pistirmada kutishadi. Yo'q, men tushunmadim. Nahotki kemani kunduz kuni cho'ktirib yuborish mumkin bo'lmagan bo'lsa, bu tvar kechasi chiqishini bilasanlar. Shu обязательно tunni kutib o'lib ketish kerak-a? Kunduzi cho'ktir. Mayli, davom etaylikchi. Angliyagacha hech qancha qolmagandi. Biroq kutilmaganda dengizni shubhali quyuq tuman o'rab oladi va yon atrof ko'rinmay qoladi. Yordamchi va matroslar pistirmada o'tirishgan vaqtda Anna va Clemenslar Drakulaga xo'rak bo'lgan holda shturvalni boshqarishadi. Vampir mashtadagi pistirmaga hujum qilgach, reja izdan chiqadi. Matroslardan biri tvarning o'tkir tirnoqlari ustiga qulaydi. Starpon tuman oralab vampirni nishonga oladi, biroq uning changalidan qutula olmaydi. U to'g'ri pastga qulab Tryumning ham reshotkasini sindirib o'tib, oyog'idan lat yeydi. U qichqirib qolganlarga qayiqlarni tayyorlashni buyuradi, o'zi esa bolg'a bilan bortga yaqinlashadi. Anna va Clemenslar qayiqlarni tayyorlashayotgan vaqtda u Dimetradan uzr so'rab, kemani cho'ktirish uchun bortni teshishni boshlaydi. Biroq ishini tugatishga ulgurmasdan unga Drakula hujum qiladi. Pastga tushgan Clemens tashlab ketilgan bolg'ani topib oladi. Bundan so'ng kapitanning oldiga palubaga ko'tariladi. Biroq o'zini shturvalga bog'lab olgan Elliot kemasi bilan qolishni istardi. U vampir bilan yuzma-yuz qolib halok bo'ladi. Clemens kapitanni shturvalga bog'langan holda topadi. Uni yechayotganda uning so'nggi iltimosini eshitadi. U undan kapitan kemasini tark etmaganligini xabar qilishini so'raydi. Bundan so'ng doktor vampirni haqoratlab uni chaqirishni boshlaydi. Repcha stildagi so'kinishlarga chidolmasdan paydo bo'lgan Drakula doktorga tashlanadi. Biroq uning ortidan o'q uzgan Anna uni chalg'itadi. Ammo maxluq so'nggi damda doktorni ushlab oladi. Vampir uning ham kekragidan kesib qonni ichmoqchi bo'ladi, biroq arqonni kesgan Anna uning ustiga mashtani yiqitadi. Maxluq masht ostida qolib ketgan vaqtda odamlar suvga sakrab, tayyorlab qo'yilgan qayiqlarga yetib olishga umid qilishadi. Mayoqdagi kuzatuvchilar boshqaruvsiz kemani ko'rishgan paytda Anna va Clemenslar kema qoldiqlariga ilakishib suzib ketishardi. Ular Drakula qopqondan chiqib olganligini bilishmasdi. Biroq qiz uning qonidagi infeksiya chiqib ketmaganligini bilardi. Tong yotgach qon quyish uni maxluqqa aylanishdan saqlab qola olmasligini aytgan holda uzoqqa suzib ketadi. Clemens olisdan uning yonib kul bo'layotganligini kuzatib turadi. So'nggi sahnada London gazetachilari Dimetradagi tirik qolgan ekipaj haqida bong yurayotganliklari ko'rsatiladi. Clemens maxluqdan yashirinib shahar bo'ylab daydib yurardi. Biroq barlardan birida baribir ham unga duch keladi. U o'zini aristokrat qilib ko'rsatayotgan edi. Ketayotib doktorni tirnab olgan Drakula uni ortidan borishga majbur qiladi va shu bilan film tugaydi.